Assalomu alaykum hammaga. Kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan sizlarni tabriklayman. Bugun Arafa kuni sizlar menga nimalar podarka qilishdi, sizlarga hozir ko'rsataman. Qaranglar. Turkiyadan menga shunaqa zapletionkalik Diyorchka degan qiz shunaqa chiroyli sumchkalar olib kelishdi. Arafa bayrami bilan tabriklab. Buni Nafisa opajonim Rossiyadan haqiqiy kofeni olib kelishdi. Mana bunaqa chiroyli, qaranglar, qanaqa chiroyli statuetkani podarka qilishdi. Bilishadi, что men statuetkani yaxshi ko'rishimni. Bag'da Venera degan ayol Qozog'istonda shokoladlari bilan H2 premium biologik ajoyib vitamin podarka qilishdi. Menga Nargiza ichsang, постоянно энергичная bo'lib yurasan. Sana qarasam, vechna klientlaring ko'p, charchab yurasan deb menga shunday vitaminchalarni olib kelishdi. Va Diyorchka Turkiyadan mana shunaqa bog'lar olib kelishdi. Katta rahmat e'tiborlaring uchun. Yana bir bor kirib kelayotgan Hayit ayyomi muborak bo'lsin.